Assalomu alaykum. Akalar, ukalar, mana kirdi chiqdi xizmatlari bo'lsa, telefon qilasizlar. Zapravkadamiz. Mana akalar obed qilyapti. Chot kirib chiqdik, moshin mana shunday moshin. Qardosh, assalomu alaykum. Как дела? Как у тебя получилось? Ne, Azerbaycanski so'ylaqani qanday kirib chiqding, bro? Soat 2'da chiqdi. Soat nechida Moskvada chiqding? 2da. Hozir necha bo'ldi soat? Normal, yaxshi soat 3:04 da Moskvaga yetdim. Rasxod bo'lmadimi lishni? Shu normal emas. Chotki konsertni ishlaydimi, yo'qmi, qardosh? Da? Qanday kirib chiqdingiz, bro? Yaxshi, Xudoga shukr. Zo'rmi? Shukr, yaxshi. Xudoga shukr. Mana kechagina 2da yo'lga chiqqandik. Mana bugun qaytib ketdik. Xudo xolasa 3-4 soat ichida Moskvada bo'lamiz. Yasha. Shu, bro? Shu gap hamrohimiz gaplaydigan. Rakonimi? Telefon qilsinmi odamlar? Pastdagi nomerlarga? Qilsin. Ha, rais nima qilyapti shu rais? Sizlarchi? Chotkimi? Chotki hammasi. Mana hamma shu yerda. Tavsiya qilamiz. Bir sutkaga yetib keldik. Nomerlarni yozib olaylik, vizitkalarni olib, behijolat, bemalol taksini chaqirib, chiqsana bo'laveradi. Bir kunda eson-omon berib kelasizlar. Hammasi chotki. Rahmat. Вообще законно. Mana Полный chiqdi. маршрут комфорт. Mana konsertni ishlaydimi konsertni? Обязательно. Chotkimi? Chotki